Ovqatlandingizmi? Ha, xavotir olma, qondim to'q. Ovqatlanmasiz ozib ketasiz. Bo'pti, sana o'zing ehtiyot qiling. Keyinroq gaplashamiz, bo'ptimi? Mayli, charchamang. Mana shu qiz juda ko'p bolalar bilan gaplashadi deb eshitganman. Sekin yo'qotish kerak bu qizga o'rganib qolmagin. Nima deyapsan? Faqat men bilan gaplashadi, 100% ishonaman bu qizga. Nomerini bermasa 5 minut to'g'ri beramiz, isbotlab beray. Yo'q. Gap isbot bilan deydi-yu. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nargiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Yo'q, men tanimaysiz. Qarang, sizni kecha bozorda ko'rib qolgandim-da, chiroyli qiz ekansiz. Shunga gaplashmoqchi edim. Voy, ozgina kech qoldingiz, mening yigitim bor. Ha, mayli, unda bezovta qilmang. Qarang, nomeringiz chiroyli ekanmi? Ha, endi Zalatoyda nomeri, xolasi sizga ham bitta olib berishim mumkin. Voy, zo'r bo'lardi-da. Qarang, unda Telegram kanal bor-da, oltin raqamlar 4 ta 7. Shunda kirasizda, xohlagan Zalatoy nomeringizni olib beraman. Miyangizga kelgan любой nomer bor ham. Rahmat, sizga yaxshi inson. Qarang, shunda gaplashamizmi? Yo'q, aytdim-ku, yigitim bor deb gaplasha olmayman. Ha, mayli, unda bezovta qilmang. Nima qilyapsiz? Men hozir zaldan chiqdim. Jonim, birinchi farzandimiz ismini Max qo'yaylik. Qodir qo'yamiz. Shunda gaplashyapmizmi chiqilib? Ertalabdan beri aytyapman, yigitim bor, gaplasha olmayman. Bo'pti, bo'lmasa bezovta qilmay bo'pti. Ovqatlandingizmi? Ha, ovqatlanganman. Ovqatlanmasiz ozib ketasiz. Gaplashyapmizmi, yo'qmi? Aniq konkretniy qilib olaylik shuni. Yigitim bor dedim-ku, gaplasha olmayman. Eshitdingmi? Yigitim bor dedimi, men 100% javob beraman qizimga. Tushundingmi? Alo. Nima qilyapsiz? Bang.